Ushbu darsda ingliz tilida sonlarga aloqador bo'lgan barcha narsani o'rganib chiqamiz. Agarda to be fe'li tushuntirilgan darslikni ko'rmagan bo'lsangiz, uni birinchi ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. How to say age, ya'ni yoshimizni qanday qilib aytishni birinchi bo'lib o'rganamiz. Yoshingiz nechida demoqchi bo'lsangiz, birinchi beradigan savolingiz how old are you? Ya'ni yoshingiz nechida? How old are you? How old are you? How old are you? Ya'ni siz necha yoshdasiz degan ma'noni anglatadi. U necha yoshda demoqchi bo'lsak, how old is he? Ya'ni how old is he? How old is he? U necha yoshda? Ular necha yoshdalar? How old are they? How old are they? Ular necha yoshdalar? How old are they? How old are they? Demak, how old are you degan savolga, ya'ni yoshingiz necha degan savolga, mening yoshim, misol uchun, 20 da. I am 20. Years old da qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bir xil ma'noni anglatadi. I am 20 yoki I am 20 years old. Men 20 yoshdaman. Yoki misol uchun 35 yoshdaman. I am 35 years old. I am 35 years old. Yoki 14 yoshdaman. I am 14 years old. I am 14 years old. How old is she degan savolga, ya'ni uning yoshi nechida degan savolga, she is 22. She is 22 yoki years old qo'shib qo'ysak bo'ladi. She is 22 years old. How to say dates, ya'ni chislolarni qanday qilib aytishni o'rganamiz. Buni o'rganishdan oldin birinchi yillarni qanday qilib aytishni o'rganishimiz kerak. Demak, birinchi qoidamiz 1900-yildan 1999-yilgacha sonlarni 2 ga bo'lib aytamiz. Ya'ni yillarni 2 ga bo'lib aytamiz. Misol uchun 1954, 1988, 1996. 1954 deb aytamiz, lekin 1954-yil deb tarjima qilinadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni 19 bu 19, 88 bu 88, 19 bu 19, 96 bu 96, 1996-yil. Takrorlab olamiz. 1954, 1988, 1996. Agar 2000-yildan 2009-yilgacha yillarni aytmoqchi bo'lsak, unda 2000 da ishlatamiz, ya'ni 2005, 2005 yoki 2008, 2008. 2005-2008-yil deb tarjima qilinadi. Agar 2010-yildan bugungi kungacha bo'lgan yillarni aytmoqchi bo'lsak, unda ikki xil usulda aytsak bo'ladi, ya'ni 2016 yoki 2016, 2023 yoki 2023. Eng ko'p ishlatiladigani bu 2016 yoki 2023, 2025 shu usuli. 12-may demoqchi bo'lsak, the 12th of May yoki May 12th deyishimiz mumkin. The 12th of May bu British English, May 12th bu American English. 21-iyun demoqchi bo'lsak, the 21st of June yoki June 21st. The 21st of June bu British English, June 21st bu American English. Ushbu chislolarni videoni pauza qilib ingliz tilida aytib ko'rishga harakat qiling. Demak, 14-yanvar 2026-yil demoqchi bo'lsak, the 14th of January 2026 deymiz. The 14th of January 2026. 28-sentyabr 2016-yil demoqchi bo'lsak, the 28th of September 2016. The 28th of September 2016 deb aytamiz. How to say large numbers, ya'ni katta sonlarni qanday qilib aytish mumkin? Birinchi yuzlik sonlarni ko'rib chiqamiz. 350 demoqchi bo'lsak, 350 deymiz. 350. 563 demoqchi bo'lsak, birinchi 500 ni aytamiz, keyin 63. 563.
563, ya'ni 563. 907 demoqchi bo'lsak, birinchi 900 va 7 ni aytamiz. 907. 350, 563, 907. Minglik sonlarni aytmoqchi bo'lsak, birinchi mingni, keyin yuzlikni, keyin undan kichkina sonni aytamiz. Misol uchun, 4500, 4000, 4000, 500, 500, 12000, 12,000, ya'ni 12000, 12,000. 5854, mana 5854 dedik. Endi 5000, 5000, 800, 800, 54, 54. 4500, 12,000, 5854. Endi milliondagi sonlarni aytamiz. Ya'ni 13,584,643. 13 million, 13 million, 13 million, 584,000, 584,584,000. 643, 643, ya'ni 643. 13 million 584,643. 13 million 584,643. How to say phone numbers, ya'ni ingliz tilida telefon nomerlarini qanday qilib aytishni o'rganamiz. Ingliz tilida telefon nomerlarini aytmoqchi bo'lsak, sonlarni birma-bir o'qiymiz. Shunchaki sonlarni o'qib ketamiz. Misol uchun 998 95 172 3653 yoki 998 93 55 4 6275. Double five bu ikkita 5 kelganda double five deb aytib ketamiz. Chunki inglizlar 55 demaydi, ko'pincha double five deb ketadi. Yana bir marta takrorlaymiz. Demak, ingliz tilida telefon nomerlarini har doim sonlarni birma-bir o'qib aytishimiz mumkin. 998 95 172 3653. 998 93 554 6275. O'zingizni telefon nomeringizni ingliz tilida aytish orqali praktika qilib ko'ring. How to say math symbols, ya'ni ingliz tilida matematikaga oid belgilarni qanday qilib aytish mumkin. Qo'shish belgisi plus, ayirish belgisi minus, ko'paytirish belgisi times, bo'lish belgisi divided by va teng barobar belgisi equals deb tarjima qilinadi. Plus, minus, times, divided by, equals. 7 plus 3 10 ga teng. 7 plus 3 equals 10. 7 plus 3 equals 10. 20 20 plus 5 5 equals teng 20 20 ga. 10 minus 4 equals 6. 10 minus 4 6 ga teng. 10 minus 4 equals 6. 20 minus 7 equals 13. 20 minus 7 equals 13. 4 times 5 equals 20. 4 times 5 equals 20. 6 times 3 equals 18. 6 times 3 equals 18. 20 divided by 4 equals 5. 20 divided by 4 equals 5. 18 divided by 6 equals 3. 18 divided by 6 equals 3. Shu bilan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoda tushuntirilgan barcha mavzularga o'z misollaringizni tuzib chiqishni unutmang.